alaykum. Talaba bo'lishdek ajoyib baxtga erishganingiz bilan barchangizni tabriklayman. Endi oldimizda turgan eng dolzarb masalalardan biri yotoqxonaga joylashish masalasi. Bugun talabalar turar joyida qanday qilib onlayn navbatda turish, kimlarga imtiyoz borligi, agar joy yetmasa davlat qanday yordam berishi haqida gaplashamiz. Oldingi videomizda qanday qilib ro'yxatdan o'tib topshirishni ko'rib chiqqanmiz, eslaringizda bo'lsa. Dastlabki eng ko'p beriladigan savol: yotoqxonaga birinchi navbatda kimlar qabul qilinadi degan savolga javob berib olamiz. Qonunchiligimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga kafolatli o'rinlar ajratilgan. Bular chin yetimlar, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan yoshlarimiz, shuningdek temir daftari, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan oilalar farzandlari. Ular oliygoh komissiyasiga hujjat taqdim etish orqali birinchi navbatda joy bilan ta'minlanadi. Navbatsiz joy bilan ta'minlanadi deyapti. O'zbekistonda qaysi universitet bo'lishidan qat'iy nazar, ular navbatsiz joy olishga ega bo'lyapti. Agar menda bunday imtiyoz bo'lmasa, yotoqxonada turolmaymanmi degan xavotirga o'rin yo'q. Imtiyozlilar joylashib bo'lgach, qolgan o'rinlar barcha uchun umumiy navbat asosida taqsimlanadi deyapti. Birinchi, nogironligi bo'lganlar, chin yetimlar qabul qilinib olinadi deyapti, navbatsiz deyapti. Keyin o'shalardan qolgan o'rinlar navbatga qo'yiladi deyapti. Demak, boyagi qancha erta topshirib qo'ysak, shuncha yotoqxonada turish imkoniyatimiz oshar ekan. Chunki navbat oldinroqda bo'lgan oldinroq ko'radi, keyinroq bo'lsa kechroq bo'ladi. Buning uchun my.gov portali orqali ariza qoldirasiz deyapti. Buni ko'rib chiqdik. Aytaylik, barcha o'rinlar to'ldi va siz yotoqxonadan joy yetmadi. Endi nima qilasiz? Davlatimiz ham buni o'ylab qo'ygan. Ko'rib chiqamiz hozir o'sha narsani. Agar o'z hisobingizdan ijaraga chiqsangiz, davlat oylik ijara to'lovlaringizni 50% qismini to'lab beradi. Buning uchun ijarador bilan qonuniy shartnoma tuzasiz va oliygohingizdagi talabalarga xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qilasiz. Demak, talaba bo'lsangiz deyapti, boyagi kvartirani egasi bilan ijara shartnomasi tuziladi. Bu soliq ilovasi orqali amalga oshiriladi menimcha. Xulosa qilib aytganda, tizim barcha talabalar uchun qulay qilingan. Hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirib, onlayn arizani kechiktirmang. Agar sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Ta'lim va ITga oid eng foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Muzuz Akademiya kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kimda qanday fikr, mulohazalar bo'lsa, kommentga yozib qoldiringizlar, uni ko'rib chiqamiz. Agar boyagi muammolar bo'lsa, yechim ham topib beramiz. Soliq ilovasi orqali qanday qilib talabani boyagi yod qilgan xarajatini boyagi kvartirada turgan
ilk yuzta obunachi yig'ib olsak ko'rsatib beraman. Boyagi kontraktdan 12% daromad solig'ini qaytarishni, o'sha qaytarish davomida onlayn kamchiliklarni bartaraf etishda ham ko'rib chiqamiz. Bu masalalar bo'yicha ko'plab boyagi insonlarga yordamim tekkan, o'zim ham talaba bo'lganman, qaytarib olganman. Ipoteka subsidiyasini ham o'sha tartibda 12% daromad solig'ini ham qaytarib olsa bo'ladi. Buni ham ko'rib chiqamiz. Faqat boyagi kommentariya qismimizga savollaringizni qoldirsalaringiz, asosiy eng ko'p berilgan savollarga javob beramiz. Oldingi videomizda qanday topshirishni ko'rib chiqqandik, ko'plar navbatda turib qachon chiqadi degan savollar beryapti-da. O'sha navbatdan oldin boyagi imtiyozli odamlarni ko'rib chiqadi. Keyin boyagi o'shalardan qolgan bo'sh joylarni navbatga qo'yadi. Uni my.gov.uz orqali boyagi tizimda turar joyda nechanchi navbatda turganligini JSHRS orqali bilib olishi mumkin. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni unutmangizlar.